Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari hamda ma'muriy sud sudyalari ishtirokida jamiyat taraqqiyotiga jiddiy to'siq bo'layotgan korrupsiyaga qarshi kurashishga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz ana shu tadbir haqida. Joriy yilning 5-mart kuni prezidentimiz rahbarligida o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha milliy kengash yig'ilishida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi shaxsiy xavfsizligi bo'limi tashabbusi bilan tadbir tashkil etildi. Tadbir avvalida viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Otabek Umirov korrupsiyaning kelib chiqish sabablari va uning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar haqida batafsil to'xtalib o'tdi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari tomonidan har bir davlat xizmatchisi o'z xizmat vazifasiga vijdonan va mas'uliyat bilan yondashishi, poraxo'rlik va ta'magirlik kabi illatlardan yiroq bo'lishi lozimligi ta'kidlandi. Shuningdek, tadbirda ma'muriy sud sudyalari mamlakatimizda sud huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda korrupsion holatlarning oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida atroflicha ma'lumot berdi. Bugun Surxondaryo viloyat soliq boshqarmasi va uning tizimidagi xodimlar ishtirokida ochiq muloqot bo'lib o'tdi va unda aynan soliq organida qanday holatlarda kamchilik yo'l qo'yilayotganligi va kamchiliklarni bartaraf qilish yuzasidan Surxondaryo viloyat ma'muriy sudining sudyalari tomonidan taklif, tavsiyalar berildi. Shuningdek, bugun bo'lib o'tgan tadbirda korrupsiyani oldini olish, tizimda yo'l qo'yiladigan korrupsion holatlarni barvaqt aniqlash, unga qarshi kurashish bo'yicha qanday amaliy tadbirlar qilish kerakligi yuzasidan tushuntirishlar berildi. Tadbir yakunida soliq xodimlarining taklif va mulohazalari tinglanib, ularni qiziqtirgan barcha savollarga batafsil javob berildi.